Navbatdagi Lexalli lazerli navesimiz Samarqand viloyati Layesh shaharchasida ko'rishlari mumkin. Juda chiroyli holatda tayyor bo'ldi uy egalariga. Turiflari bilan xudo xolasa chiroylab tayyorlab beryapmiz. Ko'rishlari mumkin. Juda ideal holatda chiqdi navesimiz. O'sha uzunasiga bu tarafimiz 20 metr, eniga 520 ga tayyor bo'lyapti. Bunisi esa bu tarafdagi 520 ga, eni 540 ga tayyor bo'lyapti. Ko'rishlari mumkin. Juda chiroyli holatda chiqdi. Stoykalarini ham hamda chiroyli lazerlar gullar bilan tayyorlab berganmiz. 8 ga 4 profillardan ishlatganmiz. Ko'rishlaringiz juda chiroyli chiqdi. Narx-navolarga keladigan bo'lsak, vodiy bo'ylab xuddi shu holatda 450 ming so'mdan 500 ming so'mgadir chiqaradi. Agarda Samarqand Voha taraflarida bo'lsa, shu 500 ming so'mga faqat yo'l trassi dastavkasiga pul qo'shilib qoladi. 500 ming so'mdan vodiy bo'ylab polni tayyorlab beramiz. Vodiy bo'ylab agar bundan tashqari shumkali naveslar kerak bo'lsa, eng arzoni 300 ming so'mdan kvadrati boshlanadi. Naveslarimizni 300 ming so'mdan 600 ming so'mgacha naveslar tayyorlab beramiz. Ko'rishlaringiz juda chiroyli holatda tayyor bo'ldi. Kimgaki shunaqa naveslar kerak bo'lsa, ekranda nomerlarga aloqaga chiqarasizlar, O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz.